Bugun yakshanba kunligidan foydalanib, yemlarni ham to'ldirib olamiz. Silosimiz yetadi. Sho'lxamiz bir qop qopti. 2 qop sho'lxa kepaytib kelgan. 2 qop sho'lxa, 2 qop kepak olib kelib olamiz. Yakshanba kunlikda olib kelib olsang yaxshi. Tovuqlarni ham so'yib olamiz deyuvdik. Eshitib qopti shekilli. Yarimta bitta to'qib turishibdi bularni. Qani. Boshlaylik. Cha. Oramesh. Tug'ishyapti. Shunaqa endi sekin hozir bo'zalarga qarab yemini olib kelib qashlab sekin taramletib boshlaymiz. Yangilarimiz. Oluvdi, ertasiga indiniga yashur ilashdi, kasallik ilashib, mol endi o'ziga kelyapti. Ammo yomon og'ir keldi bu yilgi yashur kasal. Mana eng yomoni mashinamiz bo'ldi. Tilini chiqarib olib, stomatitga o'xshagan kasallik ekan yaramas. Shu harakat qilaman shu go'nglarini ham tushirib olishga bugun. Hali iftorlikgacha vaqtimiz bor. Shu dumbasda orqasidagi mollar tuzi, yaxshi mollar. Oshnama berdi, xudo xolasa. Tozalaymiz, bo'rga qilamiz. Kuzatishda davom etib turaverasizlar, xudo xolasa. Bunday qilib turib formaladi. Yemxonaga ham keldi. Yetmiştoro netçi. Mana. Marto'ga kunjara nech pul? 6300 qayerdaki? Sho'lxamiz-chi sho'lxa? Kepaychi. Sho'lxa 4,5, kepay 90 ming. Razamol boqadigan joy bo'ldi-ya. Mana yemxonani ham go'zal. Olamiz endi. Xudo xolasa molxonani ham tozaladik, mollarni ham tozaladik deydi. Yemlarini ham tayyor qilib qo'ydik, hali erta. Yemda nima bor endi? Kunjara sho'lxa kepay bo'ldi. Silos bor. Boshqa hech narsa yo'q. Mollarimiz kasaldan chiqib endi sal o'ziga keldi, mana yeyishni boshlashdi. Yaqinda bitta obunachimiz yozuvdi aka, mollarni chiqarmay qo'ydi. Mollar yo'q edi aka. Mana endi oldik, xudo xolasa olishimizga xudoyimdan bo'lib 2 kunda kasalliklashdi, yashurlashdi. Endi mana o'ziga kelib mollar sal mana o'nglanishni boshlayapti, yeb ichishni boshladi. Xudo xolasa o'tgan yil ham bo'luvdi mollar kasal. Bunchalik qattiq bo'lmadi. Bu yil juda yomon keldi. Tillarini chiqarib o'zi mol bildi, men bildim deydi-ku, iylangan.
Endi mana boshladi mollar sal oyoqqa turib. Og'zidan ko'piklar oqib. Shu molimiz ham xudo xolisa kelajagi bor mol. Ikkalasi ham xudo xolisa. Endi qo'ldan kelgancha shupurib tozalab, artib tozalab, yakshanba kungi ishimiz mana shu bo'ldi biz. Mana qaranglar, sal oyog'ida bordi. Ozgina bor. Shuna qo'yin degan uchun qo'yib turibmiz akalar. Molga qiziqadiganlar bor, ana bor, bilaman obunachilar ishda. Shu istoriyalar yoqqan bo'lsa shu olovchani surib bersin aka. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi.